Yuz stanovka alkan paxtagachimiz bitti. Birinchi yupishga oldim. 8 dan 200 litlik gaz balon stanovka qo'yib berdik. Yerli plankalar bilan. O'zidan chiqqan 150 litlikni pechga qo'ydik. Yana bo'lib akkumulyatorlar полностью ko'chirildi. Saplovnik joyisi yerda vozduk qoshiqlari akkuratni qilib, vozduk chiqimidan qilib taqladik. Qo'shimchasini mana pol qo'yib berdik. Montajlar ham idealni bo'lib chiqqan. 8 dan 200 litlik, 8 dan 150 litlik. Yerli plankalar bilan idealni bo'lib chiqqan. Balon aylanib ketmaydi. 100% garantiya bor. Turishlar. Kim shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimiz aloqa chiqaramiz.